oy oldin qizimiz Farangizda Fanconi anemiya kasalligi bo'yicha shunaqa tashxis qo'yildi. Biz 8 oy oldin shu kasallik bilan aniqladik va shu Hindistonga doktor Vikas Duani topdik va shu yerga keldik. Mana hozirgi kunda biz bu 18-avgust kunida operatsiya o'tkazildik. Bizda iliklar ko'chirish bo'yicha analizlarimiz 50% to'g'ri kelgan edi. Hozirgi rezultatimiz bizda başta 100% ga yetib turibdi. Mana ikkinchi tekshiruvga hozir biz keldik. Ikkinchi tekshiruv analizlarini topshirdik. Analizlar juda yaxshi chiqdi. Xudo xolasa yana 4,5 oydan keyin 1 yillik bo'ladi. 1 yillik natijada o'sha kasallikdan 100% forig' bo'ladi deb doktor shunaqa deydi. Biz bu Vikas va komandalariga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Doktorimiz juda opitli, zo'r doktor. Hamma tomonlama yaxshi. Mana biz kelib shuncha davolanib qaytyapmiz, rezultatlar juda yaxshi. Kimda kim shunday muammolar bo'lsa, mana xohishlari bilan kelib shu doktorga uchrashlari mumkin. Fortis больницасida o'tkazildi bu operatsiyalar. Hammasi juda yaxshi o'tdi. Doktorlarga juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat hammalariga. Окей, ваш опыт очень хороший был. И сейчас все успешно. Еще доктор сказал, через 4 месяца, 4,5 месяца обратно приходите, еще раз не встречать. Год проходит, и потом доктор говорит, от болезни она будет свободна.